Mamlakatimizda har bir mahallada faoliyat olib borayotgan yoshlar yetakchilarining asosiy vazifasi yosh avlod bilan manzilli ishlash, yigit-qizlarning muammolarini hal etish, kasb o'rganishi va bandligiga ko'maklashish, ular o'rtasida sportni ommalashtirish. Namangan viloyatining Mirishkor mahallasida ham bu borada muayyan yutuqlar qo'lga kiritilmoqda. Namangan tumanining Mirishkor mahallasida 2962 nafar aholi 517 ta xonadonda istiqomat qiladi. Asosan issiqxona, tomorqachilik va parrandachilikka ixtisoslashgan mahallada sport, xususan belbog'liq kurashga qiziqish katta. Iqtidorli murabbiy Oybek Mullaboyev boshchiligida 25-umumta'lim maktabining eski qozonxonasi ta'mirlanib, to'garak tashkil etilgandan buyon sportning ushbu turiga qiziqish ortdi desak mubolag'a emas. Bugun sport zalida mashg'ulotlarni olib borayotgan mana bu yoshlar orasida bir necha bor O'zbekiston chempionlari, xalqaro turnir g'olib va sovrindorlari, 3 nafar jahon chempioni, 3 nafar jahon chempionati sovrindorlari borligi fikrimiz dalilidir. Biz shu davr mobaynida ko'plab musobaqalarda faxrli o'rinlarni olib kelmoqdamiz. Qo'shni davlatlardan Tojikiston, Qirg'iziston davlatlariga musobaqaga borganmiz va u musobaqalarda faxrli o'rinlarni olib bayrog'imizni yuqoriga ko'tarib qaytganmiz. 2005-2006 yillarda tug'ilgan o'smirlar va qizlar o'rtasida Qo'qonda o'tgan jahon chempionatida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Kelajakda niyatlarimiz bundan katta musobaqalarda, katta turnirlarda O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarish. Belbog'liq kurash milliy sport turimiz bilan 12 yildan beri shug'ullanaman shu qishlog'imizda. Shu kungacha 5 karra O'zbekiston chempioni, 3 marta turnirlar g'olibi bo'ldik. 2021-yil 27-30 oktyabr kunlari Rossiya davlat Kazan shahrida bo'lib o'tgan kattalar o'rtasida jahon chempionatida 62 kg vazn toifasida bronza medali sohibi bo'ldim. Hozirda Namangan viloyatida bo'ladigan jahon chempionati, kattalar o'rtasida jahon chempionati musobaqasi bo'lib o'tadi avgust oyida. Shunga katta e'tibor qaratib mashg'ulot olib bormoqdamiz. Maktabda 5 tashabbus doirasida og'ir atletika, futbol, shaxmat, shashka, stol tennisi, belbog'liq kurash to'garaklari faoliyat ko'rsatmoqda. Mahalla jamoasi shaxmat, shashka hamda futbol bo'yicha o'tkazilgan 5 tashabbus olimpiadasida tuman bosqichigacha chiqqani ham bu yerda sport tobora ommalashib borayotganidan dalolat. Kurashchilar esa avgust oyida belbog'liq kurash bo'yicha Namangan shahrida kattalar o'rtasida o'tkaziladigan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rishmoqda. 2008-yildan beri 2022-yilgacha 6 ta jahon chempion sovrindorlari chiqdi. Xalqaro toifasidagi sport ustalari yetishib chiqdi. Namangan tumanida belbog'liq kurashga yanada e'tibor kuchaydi. Namangan tumanida hozir 100 dan ortiq O'zbekiston chempioni sovrindorlari bor. 50 dan ortiq xalqaro turnir g'oliblari bor. Hozirda kurashimiz yanada rivojlanyapti. Mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'limi tomonidan kurashchilar o'rtasida turnir tashkil qilinib, yosh iqtidor sohiblari va ularning ustozlari rag'batlantirildi. Ko'rsatilgan e'tibor yosh sportchilarni yangi marralar sari yetaklashi shubhasiz.